Sizga Beston brendidan zamonaviy va ko'p funksionalga ega bo'lgan texnika to'plamimizni taqdim etamiz. To'plamimizga elektrik o'rnatiladigan pech, sensorli induksion panel va dud bo'ron kiradi. Sensorli yoki qo'l ishorasi orqali boshqaruv, oddiy qo'l harakati bilan dud bo'ronini boshqarish mumkin. Haqiqiy qulaylik. 3 xil tezlik darajasi va yanada kuchliroq havo tortish uchun boost funksiyasi bilan jihozlangan. Oshxonadagi noxush hidlarni bartaraf qilish uchun maxsus qo'shimcha karbon filtri bilan jihozlangan. Bundan tashqari, past ovozda ishlash sababli shovqinsiz foydalanish imkoni ham mavjud. Bu elektron induksion panelni siz aniq ko'rishingiz kerak. Zamonaviy dizayn, mustahkamligi va funksiyalari bilan oshxonangizga yanada zamonaviy ko'rinish beradi. Qulayliklariga keladigan bo'lsak, 0 dan 9 gacha bo'lgan sensorli boshqaruv haroratni aniq nazorat qilishni imkonini beradi. Kuchli va tez qizishni xohlasangiz, boost funksiyasidan foydalanishingiz ham mumkin. Yosh bolalarning tasodifiy tegib ketishini oldini olish uchun maxsus qulf tizimiga ham ega. 17 xil funksiyaga ega bo'lgan Mantenera GL o'rnatiladigan pechi. Qulayliklari: 3 qavatli yechiladigan oyna, foydalanuvchilarga oson tozalash va issiqlikni tashqariga o'tkazmaslik imkoniyatini beradi. Kuyib qolish xavfi ham yo'q. Baliqni o'zini ham, steykni ham, grillni ham tayyorlashingiz mumkin. Agarda restoranda go'sht yemoqchi bo'lsangiz, rare, medium, well done ko'rinishida tayyorlashingiz mumkin. Muzlatilgan va odatiy pizzani pishirish uchun ham maxsus o'rnatilgan rejimlar mavjud. Avtomatik aylanuvchi six, mukammal grill uchun. Konveksiya funksiyasi. Har qanday go'sht mahsulotlari va sabzavotlarni tayyorlash uchun ham maxsus o'rnatilgan rejimlar mavjud. 2 ta 4 sm chuqur list, grill uchun maxsus reshotka va albatta maxsus qo'lqop va klipsa ham mavjud. To'plamimizdagi barcha texnika elegant qora rangda ishlangan. Bu esa oshxonangizga zamonaviy dizayn bag'ishlaydi. Beston bilan siz nafaqat qulay texnika, balki shinam dizaynga ham ega bo'lasiz.